iltimos yordam beringlar. Mana yashashni o'ylayman. Qonab ketgan. Azizlar, buni ham ko'raylik. Ishtonsiz behayolarda videoga like bosib, kommentariy yozib tashlayapsiz. Onamiz yotishlarini qarang. Farzandlari yo'q. Xo'jayinlari yo'q. Shu onamiz ikkovlari shu xonada turishar ekan. Lekin hozirda hech nimalari qolmagan. Nahot shu ona shunday holatda tursalar, bitta like bosib, bitta kommentariyada duo qilib yoki bir 50 ming so'mdir, 100 mingdir bitta ehson qilib qo'yalmasak, holatlarini qarang. Nima deyish mumkin? Ko'ring, shunday holatlarni ham ko'raylik. Bu videoni bejizga ko'rmadingiz. Alloh taolo sizni bir yaxshilikka sherik qilmoqchiki ko'ryapsiz. Bitta post qilib joylanmasiz, bitta story qilib qo'ying. Kimda-kim shu videoga o'zini kartasini qo'yib tarqatadigan bo'lsa, ayoli, onasi, farzandlari shu holatga tushsin. Hech bu gapni aytmagan edim. Allohdan hayo qilish, ifloslar. Onani qara, na farzandlari bor, na bir boquvchilari bor, na bir xo'jayinlari bor. Uyatmaysan, men qara. Mana shu telefonda turishibdi. Bitta shu boshqa narsalari qolmagan. Do'stlar, yana aytamiz, siz post qilib joylanmasiz, bitta story qilib qo'ying. Bitta kommentariyada duo qiling, bitta like bosing. Nahot bitta shunaqa onalarni shu holatlarga biz befarq bo'lsak, qaysi tomondamiz biz do'stlar? Ertaga biz Xudoning oldiga borganda shu videoni ko'rding, imkoning bor edi, nima yordam bermadingiz, Alloh taolo nima deb javob beramiz? Bitta oshxonaga kirib 100 ming, 200 ming bemalol ovqatlanib boramiz. Bitta nafsimizga urib turib, shu onamiz uchun deb 100 ming pul ehson qiling, iltimos. Oxiratimiz uchun deb imkon qadar yordamingizni bering. Hech kimlari yo'q, shu holatda turibdilar. Alloh uchun deb ehson qilaylik, do'stlar. Shu onasizni biz onamiz bo'lishi mumkin edi. Kimga aytsinlar dardlarini? Qayoqqa borsinlar? Necha yildan beri onajon siz shu darddasiz? 4 yildan beri. 4 yildan beri obunachilarimizga nima deysiz? Iltimos yordam beringlar. Mana yashashni o'ylayman. Onam necha yoshdalar? Onangiz 76 da. 76 yoshdalar. Menga qarayap. Juda og'ir holat, juda dahshat holatda turibmiz, do'stlar. Nima deyish to'g'risini aytsam, qanaqa gap gapirishni bilmayapman. Hozir bir oilaga uy topshirib kelyapmiz. Bizga bu murojaat keldi. To'g'risini aytganda shunday o'sha murojaatni ko'rdim-u, hamma yo'qni yig'ishtirib keldim. Shuncha ishimiz bo'lsa-da, ishlarimiz tashab hozir mana bitta katta siz sahiylar sababligingizda katta ishga sabab bo'ldik. Bir oilani, bir umrlik orzusini ushalishga. Endi bu onani yashaganlari kelib turibdi. Qarang, farzandlari bo'lmasa, xo'jayinlari bo'lmasa, shunda holatda turibdilar. Mana biz ayvonda 17talarini olyapmiz. 18i chiqsa deb 18ini olaman deb turibmiz. Mana telefon, mana onamiz. Bitta ibrat uchun o'rganing, ko'ring. To'g'risi bilmayman nima deb gapirishdi. Katta raqamlar qo'yyapmiz. Iltimos, bir marta shu oshxonada ovqatlanmang. Bir marta shu bir pacha chekadigan sigaretimizni chekmaylik. Bitta bakilashkada oladigan, ichadigan suvimizni ichmang. Jannatda iching inshaalloh. Jannatda iching. Nech pul operatsiyaga ketadigan bo'ldi onajon? Endi o'sha Hindistonga 225 million degan. 225 million. Bo'lsa operatsiya bo'lasiz. Hozirda og'riq bormi? Og'rimashdi. Mashitam og'riydi. Bu hozir kindigizmi bu chiqib ketgan? Ha, kindigim. Bu qonab ketibdi hozir onajon. Ha, qonab ketdi. Kechalari bilan bezotalanib chiqasizmi? Ha, uxlayolmayman, uxlagunimcha. Og'rib qachon uxlasam men tinchiman. Alloh orom bersin, gunohlaringizga kafforat bo'lsin. Yaxshi bo'lib qoling onajon. Rahmat. Yaxshilar ko'p. Xudo xolasa Allohning roziligini oqtargan ko'ngilli sahiylarimiz juda ko'p. Ishoning, bu onani shu holatda turganlarida bitta yordam bersak, shu dunyodagi mushkulotlarni aritsak, Alloh azza va jalla bizni dunyo va oxiratdagi mushkulimizni artib qo'yadi. Onani qarang. Bolalari bo'lmasa, farzandlari aytgani, bir dardlarini tushuntirgani, xo'jayinlari bo'lmasa, sog'liqlari bo'lmasa, shunday holatda qarang, bu holatni ko'ring.
biz to'g'risini aytganda shu ishtonsizlik, masxaravozni, fahshlarni ko'rib turib, qumorlarni ko'rib turib shunga like bosayotgan insonlar bo'lyapti. Bitta shu ona uchun nihoyatda like bosib, bitta duo qilib kommentariyada bir yaqinlaringizga jo'natib, story qilib, bitta story qilib bering, post qilib joylarmasangiz. Yana aytamiz, bu videoni bejizga ko'rmadingiz. Alloh taolo sizni shu yaxshilikka sabab chiqmoqchiki, shu videoni ko'ryapsiz. Imkon qadar tarqating, yordam bering. İmkoningiz boricha 50 mingdir, 100 mingdir ehson qiling, shu holatni ko'rib turib, nihoyat endi o'tkazib yuborsak. Bunda biz qalbimiz mahallashib, bunday narsalarni biz ko'rolmayman demang, ko'ring, ibrat uchun ham ko'ring. Shukr qiling, sabr qiling, duo qiling. Yaxshilar ko'p, kutib qolamiz ko'ngillilarimizni. Alloh taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar. Onajon, duo qilib turing. Siz duoyingiz ijobatmi? Hammalaring tan yo'llaring sog' bo'lsin. Xudo umrlaringga umr qo'shsin. Dunyo turincha turinglar. Hamma sog' salomat bo'lsin. Kasal bo'lmasin. Allohu akbar. Bir xonani o'tayam mana shular yo'ldan bo'lmadi. Hozir bu o'zlaringizning uylaringizmi? Ha, bu ijarami hozir bu? Voy ijara, ahli $100 uyga beramiz. Ahlat ham ijara, suv ham, svet ham, gaz ham. Yoshingiz nechida? Yoshingiz 76da. 76 yoshda shu hozir qizingizmilar? Shu qizingizni qarab o'tiribsizmi? Qarab o'tiribman, nima qilaman endi? Jannating ona, jannating ona. Yaxshilar ko'p, onajon. Yaxshilar ko'p. Meni hozir cho'ntagimda pulim bor edi. Yo'q, bolam, mayli. Onajon, to'xtang. Xo'p. $50 ushab turing onajon. $50. 1 2 3 4 5 6 7. Mana o 700 ming so'm. 1 2 3. Mana bu 1 million. Ana $50. Mana. Shu bori pulim bor edi. Yo'q, qo'ying. Umraga jo'natgan pullarimdan foyda qilgan edim onajon. Shulardan sizlarga men shu bori pulimni berdim. Duo qilib turing. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mayli bolam, hammalaringni ilohim tan joylaringni sog' qilsin, umrlaringni uzun qilsin, rizqlaringni ulug' qilsin, ishlaringga omad bersin. Amin. Sizlar ham mana shu nimasida charchamasdan yuraveringlar bolam. Alloh akbar. Qaranglar, uylari yo'q. Erkak kishi yo'q, boquvchi yo'q. Shunda holatda Alloh taolo sinov bergan, yig'lab nima qilaman deb shukr qilib sabr qilib o'tirgan onalarni ko'rdingizmi? Alloh sizga, bizga shu dardni berishi mumkin edi. Shu sinovni berishi mumkin. Oxiratingiz uchun inshaalloh siz bering, Xudo xolasa bundan Allohning ajrini olasiz. Alloh taolo unutmaydi, siz biz unutamiz. Alloh taolo adashmaydi, siz biz adashamiz. Xudo uchun deb ehsoningizni qiling, iltimos. Imkoni yo'qmi? Shu videoga bitta like bosing, jo'nating. Opamizning holatlarini ko'ryapsizmi, do'stlar? Qarang, qanday holatda turishibdi. Sizda bizda bunaqangiz vaziyat yo'qmi? Alhamdulillah, tani joningiz sog', shu videoni ko'ryapsiz. Yana aytamizki, bejizga ko'rmadingiz. Salomat bo'linglar, yaxshilar ko'p, kutib qolamiz ko'ngillilarimizni. Rahmat hammalaringizga.